Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. Yangi qonun kuchga kirdi va bu o'zgarish oddiy fuqarodan tortib tadbirkorgacha, ish beruvchidan tortib uy-joy, avtomobil yoki hujjat masalasida yuradigan har bir odamgacha tegishli bo'lishi mumkin. Eng xavfli joyi shundaki, ko'pchilik men bilmasdim, menga aytishmadi. Oldin bunday emas edi deb o'ylaydi. Lekin qonun kuchga kirgandan keyin bilmaslik javobgarlikdan ozod qilmaydi. Shuning uchun hozir videoni oxirigacha ko'ring. Chunki men sizga nimalar o'zgargani, kimlar ehtiyot bo'lish kerakligi, qaysi holatlarda jarima yoki muammo chiqishi mumkinligi va amalda nima qilish kerakligini oddiy tilda tushuntiraman. Kanalga hozirroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilish ko'p odamni ortiqcha xarajat, yugur va nizolardan saqlab qoladi. Avval qanday edi? Ko'p masalalarda odamlar og'zaki kelishuvga, tanish bilish maslahatiga yoki hamma shunday qilyapti degan odatga tayanib ish tutardi. Masalan, kimdir avtomobilini ishonchnoma bilan berib yuborardi. Kimdir ishni rasmiy shartnomasiz ishlatardi. Kimdir uy-joy ijarasini yozma shartnomasiz hal qilardi. Yana kimdir qarz berganda oddiy yozishma yoki guvohga ishonardi. Amalda esa nizolar chiqqanda eng katta muammo dalil masalasida paydo bo'lardi. Kim nima dedi? Qancha pul berildi? Muddat qachon edi? Majburiyat kimning zimmasida edi? Bularni isbotlash qiyin bo'lardi. Endi yangi tartibning eng muhim mazmuni shuki, ko'plab munosabatlarda rasmiylashtirish, elektron tizimda qayd etish, aniq muddatlarga rioya qilish va hujjatlarni to'g'ri yuritish talabi kuchaymoqda. Men buni oddiy tilda shunday tushuntiraman. Davlat sizdan ishingizni og'zaki emas, hujjat bilan qiling. Keyin o'zingiz ham qiynalmang. Boshqani ham qiynamang deyapti. Bu faqat jarima qo'yish uchun emas. Bu tartibning maqsadi kelajakda nizo bo'lsa, kim haq, kim nohaq ekanini tezroq aniqlash. Soliq, mehnat, mulk, qarz, xizmat va javobgarlik masalalarida noaniqlikni kamaytirishdir. Lekin bu yerda odamlar tushunmaydigan bir muhim nuqta bor. Qonun kuchga kirgan kundan boshlab oldin shunday qilgan edik degan bahona ishlamaydi. Masalan, siz 3 oy oldin biror kelishuvni og'zaki qilgan bo'lishingiz mumkin. Lekin endi shu kelishuv davom etayotgan bo'lsa, yangi talablar unga ham ta'sir qilishi mumkin. Ayniqsa, ijara, xizmat ko'rsatish, ishga olish, to'lov, qarz, transport vositasidan foydalanish, mulkni rasmiylashtirish kabi masalalarda keyin qilamiz deyish qimmatga tushishi mumkin. Endi kimlar ayniqsa ehtiyot bo'lish kerakligini birma-bir tushuntiraman. Birinchi guruh bu tadbirkorlar, do'kon egalari, xizmat ko'rsatuvchilar, ustalar, kuryer, salon, o'quv markazi, klinika, avtoservis, qurilish brigadasi va boshqa faoliyat bilan pul topayotganlar. Agar siz mijozdan pul olayotgan bo'lsangiz, xizmat va to'lov masalasi aniq bo'lishi kerak. Kelishdik-ku degan gap keyin ishlamasligi mumkin. Mijoz 2 million so'm to'laganini aytadi. Siz 1 million 500 ming so'm olganman deysiz. Xizmat muddati 10 kun edi deydi. Siz 20 kun degansiz. Mana shu joyda chek, shartnoma, elektron yozishma, hisob faktura, buyurtma blankasi yoki to'lov izi sizni himoya qiladi. Masalan, avtoservis egasi mijozning mashinasini ta'mirlashga oldi. Og'zaki 40 million so'mga kelishildi. Ish jarayonida qo'shimcha ehtiyot qismlar kerak bo'ldi va umumiy summa 6 million 500 ming so'mga chiqdi. Agar bu o'zgarish mijoz bilan yozma yoki elektron tarzda tasdiqlanmagan bo'lsa, keyin nizo chiqadi. Mijoz men bunga rozi bo'lmaganman deydi. Siz esa telefon orqali aytdim deysiz. Endi yangi tartib shunday vaziyatlarda rasmiy dalilning ahamiyatini yanada oshiradi. Shuning uchun men tadbirkorlarga har bir buyurtma bo'yicha kamida xizmat nomi, narxi, muddati, kafolati va qo'shimcha xarajat kelib chiqsa, qanday kelishilish haqida yozib qo'yishni maslahat beraman. Ikkinchi guruh bu ish beruvchilar va xodimlar. Agar odam ishga chiqayotgan bo'lsa, mehnat munosabati rasmiy bo'lishi kerak. Ko'p joylarda sinov muddati, hozircha shartnomasiz ishlayvering. Oy oxirida ko'ramiz degan holatlar uchraydi. Bu ish beruvchiga ham, xodimga ham xavf. Xodim uchun xavfi shuki, ish haqi berilmasa yoki jarohat olsa, o'z huquqini isbotlashga qiynaladi. Ish beruvchi uchun xavfi shuki, rasmiylashtirilmagan xodim aniqlansa, jarima, soliq va boshqa majburiyatlar kelib chiqishi mumkin. Oddiy misol, bir kafe 5 nafar xodimni og'zaki ishlatmoqda. Har biriga oyiga 2 million 500 ming so'mdan berishga kelishilgan. Bir oyda umumiy ish haqi 12 million 500 ming so'm bo'ladi. Agar bular rasmiy ko'rsatilmasa, bu faqat bitta oy uchun emas, bir necha oy davom etsa,
ish beruvchi katta moliyaviy xavf ostida qoladi. Xodim esa kasal bo'lsa, ta'til talab qilsa yoki ishdan bo'shatilsa, muammo boshlanadi. Men har doim aytaman, mehnat shartnomasi faqat qog'oz emas, u ikkala tomonni himoya qiladigan qalqondir. Uchinchi guruh bu uy-joy ijaraga beruvchilar va ijarachilar. Bu sohada ham eng ko'p muammo og'zaki kelishuvdan kelib chiqadi. Uy egasi oyiga $300, ijarachi yo'q, $2040 edi deydi. Uy egasi kommunal to'lovlarni siz to'laysiz deydi. Ijarachi narx ichida deb tushunganman deydi. Depozit berilgan bo'lsa, undan nima ushlab qolinadi, qachon qaytariladi, uyda nimalar bor edi, mebel holati qanday edi, bular yozilmasa, oxirida janjal bo'ladi. Masalan, ijarachi 3 million so'm depozit berdi. Uyga kirganda muzlatkich ishlayotgan edi, lekin 2 oy o'tib buzildi. Uy egasi siz buzgan ekansiz, depozitdan ushlab qolaman deydi. Ijarachi u oldindan nosoz edi deydi. Agar kirish paytida dalolatnoma, surat, ro'yxat va shartnoma bo'lmasa, haqiqatni isbotlash qiyinlashadi. Shuning uchun men ijaraga kirayotgan har bir odamga uyga kirgan kuni xona, mebel, texnika hisoblagich ko'rsatkichlari, depozit miqdori va to'lov sanasini yozma qayd qilishni tavsiya qilaman. 4-guruh bu qarz berayotgan yoki qarz olayotganlar. Qarz masalasida eng katta xato yaqin tanish, qarindosh yoki do'stga ishonib, hujjatsiz pul berishdir. Men ko'rgan amaliy holatlarda nizolarning katta qismi aynan ishonch bilan boshlangan. 1 million so'm beriladi, keyin 6 oy o'tadi. Qarzdor men 5 million olganman deydi, yoki bu qarz emas, sheriklik puli edi deb chiqadi. Agar pul karta orqali o'tkazilgan bo'lsa ham, izoh yozilmagan bo'lsa, nizoda savol tug'iladi. Bu qarzmi, sovg'ami, xizmat haqi yoki boshqa to'lovmi? Shuning uchun qarz berayotganda oddiy tilxat ham katta ahamiyatga ega. Unda kim kimga qancha pul berdi, qaysi valyutada, qachon qaytariladi, foiz bormi yoki yo'qmi, kechiksa nima bo'ladi, pul naqdmi yoki karta orqali berildimi? Albatta yozilishi kerak. Agar summa katta bo'lsa, notarial rasmiylashtirish yoki shartnoma qilish yanada to'g'ri bo'ladi. 5 million so'm uchun ham yozma dalil kerak. 5 million so'm uchun esa hujjatsiz yurish mutlaqo tavakkal. 5-guruh bu avtomobil oldi-sotdisi, ishonchnoma, jarima va javobgarlik masalasi bilan bog'liq odamlar. Mashinani birovga berib qo'yish, sotib yuborib rasmiylashtirmaslik yoki keyin nomiga o'tkazamiz deyish juda xavfli. Chunki jarima, yo'l harakati qoidabuzarligi, avariya, soliq yoki boshqa majburiyatlar hujjatdagi ega kelishi mumkin. Siz mashinani amalda boshqa odamga bergan bo'lishingiz mumkin, lekin rasmiy egasi siz bo'lsangiz, tizim sizni ko'radi. Keyin men haydamagan edim deb isbotlashga vaqt, asab va mablag' ketadi. Endi istisnolar, nozik joylar va ko'pchilik e'tibor bermaydigan xatolar haqida gapiraman. Birinchi nozik nuqta. Qonun kuchga kirgan sana bilan sizning majburiyatingiz boshlanadigan sana doim bir xil bo'lmasligi mumkin. Ba'zi qoidalar darhol ishlaydi, ba'zilari esa o'tish davri bilan joriy qilinadi. O'tish davri bo'lsa, odamlar ko'pincha hali vaqt bor deb beparvo bo'ladi. Lekin o'tish davri bu hech narsa qilmaslik davri emas. Bu hujjatlarni to'g'rilash, shartnomalarni yangilash, tizimga kirish, eski xatolarni bartaraf etish uchun berilgan vaqt. Ikkinchi nozik nuqta. Elektron yozishmalar ham dalil bo'lishi mumkin, lekin ularni tartibsiz saqlash muammo tug'diradi. Telegram, SMS, elektron pochta orqali kelishuv qilgansiz, lekin keyin chat o'chib ketdi, telefon almashtirildi, akkaunt yo'qoldi. Shuning uchun muhim kelishuvlarni alohida saqlang. To'lov qilsangiz, izoh qismiga qarz qaytarish, ijara to'lovi, xizmat haqi, oldindan to'lov kabi aniq yozing. Agar izoh bo'lmasa, keyin har kim o'ziga qulay talqin qiladi. 3-nozik nuqta, shartnoma borligi ham yetarli emas, uning mazmuni to'g'ri bo'lishi kerak. Internetdan topilgan namunani ko'chirib, ismlar va summani almashtirish ko'p holatda yetarli bo'lmaydi. Masalan, xizmat shartnomasida xizmat muddati yo'q, sifat talabi yo'q, to'lov qachon qilinishi yozilmagan, nizoni hal qilish tartibi ko'rsatilmagan bo'lsa, shartnoma bor, lekin u sizni to'liq himoya qilmaydi. Men bunday hujjatlarni yarim himoya deb atayman. Tashqi ko'rinishda shartnoma, amalda esa muammo chiqqanda juda ko'p savol ochiq qoladi. 4-nozik nuqta. Og'zaki kelishuv ayrim hollarda umuman yo'q degani emas, lekin uni isbotlash og'ir. Odamlar og'zaki kelishuv qonuniy emas ekan deb noto'g'ri tushunishi mumkin. Aslida ayrim mayda kundalik munosabatlarda og'zaki kelishuv bo'lishi tabiiy. Lekin pul, mulk, ish, xizmat, ijara, qarz, transport, uzoq muddatli majburiyat bo'lsa, og'zaki kelishuv bilan cheklanmaslik kerak.
Chunki sud yoki idora sizdan hissiyot emas, dalil so'raydi. 5-nozik nuqta. Javobgarlik faqat katta tadbirkor yoki boy odamlarga tegishli emas. Mening kichkina ishim bor, menga tegmaydi deyish noto'g'ri. Masalan, uyda tikuvchilik qilib buyurtma olayotgan odam ham mijoz bilan kelishuvda aniq bo'lishi kerak. Uyini bir xonaga ijaraga berayotgan odam ham depozit va kommunal to'lovlarni yozishi kerak. Qarindoshiga 20 million so'm berayotgan odam ham tilxat olishi kerak. Qonun oldida munosabatning nomi emas, uning mazmuni muhim. 6-nozik nuqta. Eski qarzlar, eski ijara. Eski ish munosabatlari va eski kelishuvlar bo'yicha ham ehtiyot bo'lish kerak. Agar munosabat davom etayotgan bo'lsa, men uni qayta ko'rib chiqishni maslahat beraman. Masalan, siz 1 yil oldin uy ijaraga bergansiz. Hali ham o'sha ijarachi yashayapti. Demak, bugungi kunda shartnoma, to'lov, muddat, majburiyatlar aniq bo'lishi kerak. Biz 1 yil oldin kelishganmiz degan gap sizni yangi nizodan saqlamaydi. 7-nozik nuqta. Ko'pchilik faqat jarimadan qo'rqadi, lekin asosiy zarar har doim jarima emas. Ba'zan jarima 1 million so'm bo'lishi mumkin. Lekin hujjatsizlik sababli 3 million so'mlik pulingizni qaytara olmaysiz. Ba'zan shartnoma yo'qligi sababli uch oylik ijara to'lovi yo'qoladi. Ba'zan rasmiylashtirilmay xodim bilan nizo chiqib, ish beruvchi bir necha oy yuradi. Vaqt va obro' yo'qotadi. Shuning uchun qonunga rioya qilishni faqat jazodan qochish deb emas, o'z manfaatini himoya qilish deb ko'rish kerak. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Bugundan boshlab nima qilish kerak? Men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, o'zingizdagi barcha davom etayotgan kelishuvlarni tekshiring. Uy ijarasi bormi? Qarz berganmisiz? Qarz olganmisiz? Ishchi ishlatyapsizmi? Birovga mashina berganmisiz? Xizmat ko'rsatish bo'yicha buyurtmalaringiz bormi? Tovarni oldindan pulini olib qo'yganmisiz? Shularning hammasini ro'yxat qilib chiqing. Oddiy daftar yoki telefon eslatmasiga yozing. Kim bilan kelishuv? Summa qancha? Muddat qachon? Hujjat bormi? To'lov isboti bormi? Ikkinchi qadam. Hujjatlarni yig'ing. Pasport yoki ID karta nusxasi, ster yoki JSA she'r ma'lumotlari, shartnoma, tilxat, chek, bank o'tkazmasi, elektron yozishmalar, dalolatnoma. Suratlar, hisoblagich ko'rsatkichlari, buyurtma tafsilotlari. Bularning hammasi kerak bo'lishi mumkin. Men har bir muhim ish uchun alohida papka ochishni tavsiya qilaman. Telefoningizda ham alohida papka qiling. Fayl nomini ijara shartnomasi, qarz tilxati, to'lov cheki, xizmat kelishuvi deb aniq nomlang. 3-qadam, yozma kelishuv qiling. Bu har doim murakkab yuridik til bilan bo'lishi shart emas, muhimi. Unda asosiy savollarga javob bo'lsin. Tomonlar kim? Nima bo'yicha kelishilyapti? Summa qancha? Muddat qachon? To'lov qanday qilinadi? Majburiyat bajarilmasa nima bo'ladi? Nizolar qanday hal qilinadi? Sana va imzo bormi? Agar elektron shaklda bo'lsa, tomonlarning roziligi aniq ko'rinib tursin. 4-qadam, to'lovlarni ishsiz qoldirmang. Naqd pul berganda tilxat oling. Karta orqali o'tkazganda izoh yozing. Masalan, 2025 yil yanvar oyi ijara to'lovi. Aliyevga qarz qaytarish muddati iyun. Oshxona mebeli uchun oldindan to'lov kabi aniq yozing. Bu juda oddiy ko'rinadi. Lekin keyin katta nizolarda aynan shu izoh vaziyatni hal qilishi mumkin. 5-qadam, eski kelishuvlarni yangilang. Agar sizda 6 oy oldingi yoki 1 yil oldingi og'zaki kelishuv bo'lsa, hozir taraf bilan gaplashing va uni yozma shaklga keltiring. Bunda janjal qilish shart emas. Oddiy ayting, hozir tartiblar kuchaymoqda. Ikkalamizga ham qulay bo'lishi uchun kelishuvni yozib qo'yaylik. Normal odam bunga qarshi bo'lmasligi kerak. Agar qarshi bo'lsa, demak xavf bor va siz yanada ehtiyot bo'lishingiz kerak. 6-qadam, rasmiy manbani tekshiring. Qonun haqida eshitganingizda faqat ijtimoiy tarmoqlardagi qisqa xabarlarga tayanmang. Rasmiy saytlar, davlat idoralari e'lonlari, huquqiy axborot portallari, soliq, adliya, mehnat yoki tegishli idoraning tushuntirishlarini ko'ring. Agar masala katta summa yoki jiddiy javobgarlik bilan bog'liq bo'lsa, mutaxassisdan maslahat oling. 100 ming yoki 200 ming so'mlik maslahat ba'zan 20 million so'mlik xatoni oldini oladi. 7-qadam. Muddatlarni o'tkazib yubormang. Qonunda ko'p narsa muddatga bog'liq bo'ladi. Ro'yxatdan o'tkazish muddati, shikoyat qilish muddati, to'lov muddati, hujjat topshirish muddati, javob berish muddati. Odamlar ko'pincha haqiqat o'z tomonida bo'lsa ham muddatni o'tkazib yuborgani uchun qiynaladi. Shuning uchun har bir muhim ish bo'yicha telefon kalendariga eslatma qo'ying. Masalan, ijara to'lovi sanasi, qarz qaytarish sanasi.
Shartnoma tugash sanasi ariza berish oxirgi kuni. 8-qadam. Nizoni avval yozma tartibda hal qilishga urinib ko'ring. Kimdir pulingizni bermayapti, xizmatni bajarmayapti, uydan chiqmayapti yoki shartnomani buzmoqda. Darhol baqirish, haqorat qilish, ijtimoiy tarmoqqa chiqarish hamma vaqt foyda bermaydi. Avval yozma talab yuboring. Unda kimga murojaat qilayotganingizni, nima talab qilayotganingizni, qaysi kelishuvga asoslanayotganingizni, qancha muddat berayotganingizni aniq yozing. Bu keyin sud yoki idorada sizning jiddiy va tartibli harakat qilganingizni ko'rsatadi. 9-qadam, hech qachon bo'sh hujjatga imzo qo'ymang. Bu juda xavfli. Ba'zan keyin to'ldiramiz, shunchaki formalnost, ishonavering deyshadi. Bo'sh varaq, to'ldirilmagan shartnoma, summasi yozilmagan tilxat, sanasi ko'rsatilmagan rozilik xati katta muammoga sabab bo'lishi mumkin. Imzo qo'yishdan oldin har bir bandni o'qing. Tushunmagan joyingiz bo'lsa so'rang, shoshilmang. Imzo qo'yilgandan keyin men o'qimagandim deyish ko'pincha yordam bermaydi. 10-qadam oila a'zolaringizga ham tushuntiring. Chunki qonun faqat sizga emas, ota-onangiz, turmush o'rtog'ingiz, farzandlaringiz, aka-uka va opa-singillaringizga ham tegishli bo'lishi mumkin. Ayniqsa katta yoshdagi odamlar telefon orqali aldov, hujjatsiz qarz, notanishlarga ishonish, uy-joy bilan bog'liq noaniq kelishuvlarda ko'proq xavf ostida bo'ladi. Ularga ayting, pul berishdan oldin maslahatlashsin, hujjatga imzo qo'yishdan oldin o'qisin. Notanish odamga pasport ma'lumotini yubormasin. Bu yerda muvozanat ham kerak. Hamma vahimaga tushish shart emas. Agar siz barcha to'lovlaringizni rasmiy qilsangiz, shartnomalaringiz bor bo'lsa, xodimlaringiz rasmiy ishlayotgan bo'lsa, ijara va qarz masalalarini yozma yuritsangiz, hujjatlaringiz tartibli bo'lsa, siz uchun yangi qonun xavf emas, aksincha himoya vositasi bo'ladi. Tartibli odam qonundan qo'rqmaydi. Undan foydalanadi. Chunki nizo chiqsa, uning qo'lida dalil bo'ladi. Masalan, siz tadbirkorsiz va har bir mijozga chek berasiz. Buyurtmani yozma qabul qilasiz. Pulni bank orqali olasiz. Xodimlaringiz bilan shartnoma tuzgansiz. Bunday holatda tekshiruv yoki nizo bo'lsa, siz vahimaga tushmaysiz, hujjatni ko'rsatasiz. Yoki siz ijarachisiz, har oy to'lovni karta orqali ijara to'lovi deb yozib o'tkazasiz. Uyga kirganda suratga olgansiz. Shartnomada depozit qaytarish tartibi bor. Uy egasi keyin asossiz da'vo qilsa, sizda javob bor. Bugungi mavzuda men aytmoqchi bo'lgan eng muhim fikr shu. Yangi qonun kuchga kirgani odamlarni qo'rqitish uchun emas, tartibsiz munosabatlarni tartibga solish uchun muhim signal. Lekin bu signalni e'tiborsiz qoldirsangiz, ertaga jarima, qarz nizosi, ijara muammosi, ishchi bilan kelishmovchilik, avtomobil javobgarligi yoki hujjat masalasida qiynalishingiz mumkin. Endi og'zaki kelishuv, keyin qilamiz, tanishimiz-ku, hech narsa bo'lmaydi degan yondashuv xavfli. Men sizga tavsiya qilaman. Bugunoq o'zingizdagi kelishuvlarni tekshiring, hujjatlarni tartibga soling, to'lovlarni izoh bilan qiling, shartnomalarni yozma shaklga keltiring, muddatlarni kalendarga belgilang va muhim masalada mutaxassisdan maslahat oling. Bu ishlar ko'p vaqt olmaydi, lekin sizni katta muammolardan saqlashi mumkin. Sizda ham shunday holat bo'lganmi? Og'zaki kelishuv sabab pulingizni ola olmaganmisiz? Ijara yoki qarz masalasida qiynalganmisiz? Hujjat yetishmagani uchun muammo chiqqanmi? Fikringizni izohlarda yozing. Boshqalar ham sizning tajribangizdan xulosa chiqarsin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumotni bilish bugun har bir inson uchun juda muhim.